Rishton tumanida ichimlik suvi ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish tizimi obyektlarida texnologik audit o'tkazildi. O'rganish ishlari O'zbekiston Respublikasining ichimlik suvi ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish to'g'risidagi qonuni, Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori hamda qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasining buyrug'i asosida tashkil etildi. Audit jarayonida obyektlardagi inshootlar, muhandislik tarmoqlari, texnika va uskunalarning holati, inventarizatsiya pasportlari asosida o'rganib chiqildi. Shuningdek, tizimlarning ishlash samaradorligi va me'yoriy talablarga muvofiqligi ham baholandi. O'rganish ishlarida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasining Farg'ona viloyati hududiy inspeksiyasi mas'ullari ham ishtirok etdilar. Texnologik audit jarayoni bu nimalar kiradi? 10 yildan ortiq foydalanishga topshirilgan obyektlarni talab darajasida ishlayotganligini nazorat qilish, keyinchalik o'sha sanitariya gigiyenik talablarga javob berib, oqova suvlarning sifati to'g'ri jarayon bo'layotganligini tekshirib boriladi. Shu yuzasidan Farg'ona viloyati Rishton tumanidagi ichimlik suvini aholiga tarqatib berish inshootida texnologik audit jarayonini o'tkazmoqdamiz. Mazkur tadbir aholini sifatli, xavfsiz va uzluksiz ichimlik suvi bilan ta'minlash, shuningdek kommunal infratuzilmani yanada takomillashtirishga qaratilgan.